Ammo ilmsizlikda asli sadaqa so'rash to'g'rimi? Sadaqa qaysi miqdorda, qaysi ya'ni jarayonda so'raladi degan savollarning yechimini ko'pchiligimiz bilmaymiz. Sadaqa bir odamni o'shanga muhtoj bo'lib so'ramasa, o'lim halokati unga xavf solib turgan bo'lsa so'rashga joiz. Faqat o'sha ham o'sha kunga miqdorini topgandan keyin unga joiz bo'lmaydi. Mana bir burda non sadaqa oldi, bo'ldi, unga harom ikkinchi burdani sadaqa so'rashlik. Bu masjidlar atrofida yurgan, sadaqa so'rab yurgan odamlarni aksariyatida bu ilm yo'q. Ularga sadaqa berayotgan odamlarning ham aksariyatida bunaqa tushuncha yo'q. Yoki qalbidagi o'sha hissiyoti uyg'onib, achinib berishi mumkin. Ba'zi ulamolar mumkin emas unga berish deydi. Nimaga? U to'plab turgan puli o'zi bir haftalik pul. Har jumada o'sha joyda ko'rasiz uni. Davlat hattoki bularni ya'ni ma'muriy javobgarlikka tortadi. Qonun bor. Bizda davlat ya'ni insonparvarlik tamoyiliga amal qiladi, ko'pincha indamaydi, lekin quvishadi, ket bu yerdan deb. Sadaqa so'rash joiz emas o'zi. Sadaqa so'rab odam hech qachon boy bo'lmaydi deganlar payg'ambar alayhissalom. Zakot berib hech qachon inson kambag'al bo'lmaydi. Bir odamning obro'siga tajovuz qilinsa, u haq yo'lda turishlikda sobit bo'lsa, Alloh uni obro'sini ko'taradi. Qasam ichganlar payg'ambar alayhissalom shu 3 ta narsaga. Bittasini shu sadaqa. Endi kambag'al turishligi jamiyatning ichida qiyinchilikka qolib ketgan u 90% aholisi musulmon undan bexabar bo'lsa, bu musibat bu. Uni qo'ying. Payg'ambar alayhissalatu vasallam aytdilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda, bir odam to'q uxlasa-yu, qo'shnisi och bo'lsa va buni bilsa, bu odam musulmon emas dedilar. Bu musulmon odam o'zi to'q bo'lib turib qo'shnisini ochligiga rozi bo'lishi to'g'ri emas. Bu musulmonning g'ayrati, rashki bu. Sahobalar qanaqa edi? O'zi och bo'lib turib o'zini esdan chiqarib qo'yardi. Mana bu shakllanmaguncha, bu fikr paydo bo'lmaguncha tilamchi kamaymaydi. U tilamchilar ham orqasidan surishtirib borsangiz, aksariyati haqiqiy tilamchi emas, kasb qilib olgan. Unga pul berayotgan odamlar ham savob umid qiladi-yu, vaziyatni, mohiyatni to'g'ri tushunmagani uchun savob bo'lmaydi. Amalni savob bo'lishligi uchun birinchi o'rinda niyat muhim. Ba'zilar aytadiki, niyat bo'lsa bo'ldi. Yo'q, niyat ham muhim. To'g'ri, lekin amal qoidaga muvofiq bo'lishi kerak. Qoidaga muvofiq bo'lmagan amalda niyat qanchalik go'zal bo'lsin, savob bo'lmaydi. Misol, qo'polroq misol aytay, yaxshi niyat bilan zino qilsa savob bo'lmaydi. Yaxshi niyat bilan sadaqani kasb qilib olgan odamga pul bersangiz savob bo'lmaydi. Balki uni nimaga yo'naltirib qo'yasiz, uni shunga o'rgatib qo'yasiz. Beradigan odam bormi? Ha, sadaqa so'raydigan odam bo'ladi. Ularning ya'ni g'oyasi shunaqa.